hayotingiz tubdan o'zgarib ketadi va faqatgina yaxshiliklarni ko'rib boshlaysiz. Sizga yaxshiliklar eshigi ochiladi. Sizga muvaffaqiyatlar eshigi ochiladi. Sizga baxt va saodatning kaliti qo'lingizga beriladi. Faqatgina mana shu bitta qoidaga amal qilsangiz bo'ldi. Bu qaysi qoida? Bu Alloh biz bilan birga degan shiorga amal qilishingiz kerak. Bor g'amingizni, tashvishingizni Robbimizga topshirishingiz kerak. Yaratgan egamga topshiring va tabassum qiling. Unutmang, peshonangizga yozilgan narsa aniq keladi. Yozilmagani hech qachon kelmaydi. Va eng asosiy narsa, biz yaxshi deb o'ylagan narsada biz uchun yomonlik, biz yomon deb o'ylagan narsada biz uchun yaxshilik bo'lishi mumkin. Va hammasini yaxshi tomonga o'zgartiradigan yagona narsa bu ham bo'lsa Alloh biz bilan birga degan qoidaga amal qilish. Bu qoidaga amal qilish uchun nima qilish kerak desa, chin dildan amal qilish uchun ma'lum bir bilimlarni egallash kerak va bu bilimlar Fozil Muhammad Odil tomonidan Alloh biz bilan birga degan kitobga jamlangan.